Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Biz bugün ayinning egizak singari bilan tanışırбыз. Ammo u qattiroq aytila turgan, ana ayira bari tek birgina nuqta, masalan, ayin deb oldik beyt. Ayin. Shulay, shunday yo'q yozila, yozuv ravishi shulay yo'q. Hamma narsagini ayira bari tek bir nuqta bilan bunda zo'r yozib turishib qarayman. Üstünde shunday nuqta bo'lar ekan, bu bizning ayn tugul, g'oyn. G'o, g'i, g'u. Shulay yo'q. Ayn shekilli yozila boshida da, oxirida da, ham o'rtasida da. Mana bari tek üstünde narsa bo'lar, nuqta bo'lar. O'rtada da shulay, g'o, ham endi oxirida da. G'o. Masalan, butan so'zlar bilan nechik yoza? G'oybu. G'oybu. G'o. G'o. G'oybu. Masalan, so'z o'rtasida al-mughirat, masalan, alif, al, qarag'iz, g'i, mughi, al-mughirat, al-mughirat. Masalan, f harfi ham g'o harfi. Farog'a. Nishin g'i bunda shulay ayrim yozildi? Chunki r u bizning endi so'ram harf, u o'zidan kelgan harflarga yordam qo'l so'zmay, shunga ko'ra u bizning ayrim yozildi. Shunga biz ani endi tutashtirmadik. Demak, ayn bilan g'oyning ayirmasi bari tek narsada boshida bo'lgan bari tek bir nuqtadagina. Shunga ko'ra bularni bu tanasi uchun bizga endi ko'p etib yozib, ko'niktirga kerak. Ayn, g'oyn. Ayn, g'oyn. G'oyril mag'dubi. Qur'onda o'qiymiz endi. G'oyril mag'dubi. 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 O'rtada ikki yoqqa da qo'lni so'zadi. G'oyn harfi. Shunda bizga endi ko'proq esda qolsin uchun bu aytganimcha bir qavatli harfni o'rganib turgan darslar tugul, ammo alimsaniyaga ustama darslargina biz bunda endi tugalaraq necha kerak yozirga o'rganamiz. Shunga ko'ra biz bunda endi topshinib, ko'niklar yasab turmaymiz, eskagina tushirib ketamiz, necha bo'ldi yozila. Mana bu shulay siziqning ostida mana aytilgan qammanali g'aynda da mana yori esga tushdi bizni, alhamdulillah. Mana siziq shulay mana bu g'aynning boshi siziqning ustida bo'lar. Mana bu zo'r qirsog'i ostga tushadi. Mana g'aynda da, g'oynda da shulay. Boshda kelganda endi bir narsasida ostga tushmay. Ham shulay mana ildada magar oxiridagina. Siziqning ustida bo'lar, boshida kelganda da, harfning o'rtasida kelganda da, oxirida kelgandagina mana bu zo'r qirsog'i deganda zo'r itiri u ostga tushib ketadi bizni. Mana bu bo'ldi bizning ayirmasi boshqa harflardan ham endi shu siziqning ostida, ustida qo'ya o'rnashuvi. Subhanakalloh, hamdika, astagfiruka, atubu ilayk.